Yakuniga yetib borayotgan haftaning yana bir muhim voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovni 80 yillik tavalludi munosabati bilan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Butun umrini sahnaga bag'ishlagan, o'zining takrorlanmas ovozi, ijod namunalari bilan minglab qalblarni zabt etgan, o'zbek musiqasini zamonaviy ohanglar bilan uyg'unlashtirib, noodatiy tarzda uni keng jamoatchilikka taqdim eta olgan, sevimli qilgan, 7 yoshdan 70 yoshgacha muxlislar qalbini zabt etgan 9 mamlakat xalq artisti Farruh Zokirovni chin ma'noda o'zbek san'atining tirik afsonasi sifatida e'tirof etsak arziydi. U yalla ansambli orqali nafaqat xalqaro maydonlarni zabt eta oldi, balki turli xalqlar va yurtimiz o'rtasida tom ma'noda ma'naviy ko'prikni shakllantirdi. Xalqimiz ardog'idagi ijodkor tavalludining 80 yilligi munosabati bilan Ko'ksaroy qarorgohida shaxsan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev ishtirokida tantanali tadbir tashkil etilib, uning buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlanishi san'atimiz darg'asining mehnatiga munosib baho aslida. Qadrli Farruh Karimovich, mintaqa ijodkorlari bilan o'rnatgan hamkorligingiz xalqlar o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini o'tmoqda. Davlatimiz siz kabi san'at darg'alarining xalqaro ijodiy loyihalarini yangi asarlarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Bugun ham sizning ko'p yillik samarali mehnatingiz madaniyatimiz va san'atimizni rivojlantirish yo'lidagi fidokorona mehnatingizni munosib qadrlash bo'yicha alohida farmon va qaror imzoladim. Bundan buyon Yashnobod tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi Farruh Zokirov nomi bilan ataladi. Ishonamanki, ushbu ta'lim dargohi yurtimizda eng namunaviy maskan sifatida Zokirovlar sulolasi yaratgan bebaho boylikni kelajak avlodga yetkazishga xizmat qiladi. Farruh Karimovich belni mahkam bog'lab, bunday ezgu ishlarga o'zingiz bosh qosh bo'lishingiz zarur. Men ishonaman, bu maktab bir namuna maktabi bo'ladi. Hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Yalla ansambli badiiy rahbari Zokirov Farruh Karimovich buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Albatta mukofotlar juda ham sharafli, lekin prezidentimizning gaplari, inson qadri. Chunki avvalambor o'zlari ko'rsatib beryaptilar. Inson qadriyati qanaqa bo'lish kerak ekan. Tasdiqlab, buni nima deydi, samimiy ko'rsatib beryaptilar. Bunga nima yetsin? Men bunaqasi bo'lmaydi. 10 ta emas 100 ta uxlab tushga kirmaydigan narsalar. Demak, o'sha hali xizmatlar, o'sha qo'shilgan hissalar halol ekan. E'tiborlisi, bugungi kunda san'atkor merosini davom ettirish va uni tizimli ravishda yosh avlodga yetkazish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Joriy yilning 16-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Farruh Zokirov ijodini keng targ'ib qilish hamda yosh avlodga munosib yetkazish to'g'risidagi yangi prezident qarori aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib, Farruh Zokirov nomini abadiylashtirish bilan birga uning ijodiy maktabini shakllantirishni ko'zda tutadi. Xususan, Toshkent shahridagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabiga san'atkor nomi berilishi bu nafaqat ramziy, balki strategik ahamiyatga ega qadamdir. Xudo xolasa, kelajak avlodni rivojlanishida juda ham mustahkam bu ildiz. Maktab, bunaqangi sharaf, meni nomimdagi maktab, musiqiy maktabi, umuman bu tizimni, bu g'oyani o'zida juda katta bir chuqur bir an'ana bor. Boshqa maktablar havas qiladigan maktab bo'ldi hisob. Qarorga muvofiq mazkur maktabda Yalla nomidagi bolalar ansambli tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu esa bevosita ustoz yaratgan ijodiy yo'nalishning davomiyligini ta'minlaydi. Mana shu qaror bo'yicha qabul qilingan, mana shu Toshkent shahridagi 7-bolalar musiqa va san'at maktabi endi hayot
yanada sidqi dildan, yanada jo'shib ishlayotgan, hech tinmayotgan ijodkor Farruh Zokirovning nomi bilan endi yuritiladi. Kecha shu nimalar qarorlar o'qilganda Farruh akamning ko'z yoshlarini biz guvohi bo'ldik. Rektor sifatida aytmoqchimanki, bu bizni ta'limimizdagi uzvilik, uzluksizlik nuqtai nazaridan juda katta ahamiyatga ega. Shu maktabda o'quvchilar tanlanib, saralanib, shu estrada yo'nalishidagi mutaxassis bo'lib chiqadigan, yangi qiziqayotgan yigit-qizlarimiz, bolajonlarimiz ichidan saralanib, o'rta bosqichga o'qishga borishib, shu bilan birga saralanib, bizni Botir Zokirov nomidagi institutimizga ham xonanda, ham sozanda, ham tadqiqotchi, musiqashunos bo'ladigan, ham musiqalar yaratib tashlaydigan, kompozitor bo'ladigan, estrada musiqasini dirijor sifatida nafaqat O'zbekistonimizda, butun dunyoga tanitadigan yoshlar tarbiyalanadi. Maktabda yoshlar ijodiy laboratoriyasi tashkil etilishi esa qarorning eng muhim bandlaridan biridir. Bu tashabbus orqali butun respublika bo'ylab iqtidorli bolalar saralanib, bepul ta'lim, yashash va ijod qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qaror nafaqat bizning maktabimiz, balki butun yosh avlod uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ayniqsa musiqa va san'at yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, zamonaviy studiyalar, Yalla nomidagi bolalar ansambli, mahorat maktablari ularning iste'dodini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Moliyaviy jihatdan ham qaror aniq mexanizmlarga ega. Xalqaro tanlovlarda g'olib bo'lgan yoshlar va ularning ustozlari katta miqdorda mukofotlanadi. Bu esa raqobat muhitini yanada kuchaytirib, natijaga yo'naltirilgan ijodiy faoliyatni rag'batlantiradi. Shu bilan birga iqtidorli o'quvchilar uchun imtihonsiz kvota asosida yuqori bosqichdagi ta'lim muassasalariga o'tish imkoniyati yaratiladi. Bu juda ham yosh avlod uchun va ularning kelajakdagi san'atga bo'lgan xizmatini yanada oshirib beradi va bu uzilmas zanjir yaratadi. Ya'ni bolajonlarimiz ushbu ansamblda bilimlarini olib va Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutimiz bor va u yerda tayyor kadr bo'lib yetishadi. Bu albatta har bir qarorda, har bir qaror zamirida juda ham katta mas'uliyat yotibdi. Men Farruh Zokirov ustozimizni shogirdlari sifatida bundan juda ham xursand bo'ldim. Qaror bilan yaqindan tanishib chiqar ekanmiz. Bu bir maktab faoliyatini kengaytirish emas. Bu Farruh Zokirov ijodini tizimli ravishda institutlashtirish, ya'ni uni maktab, metodika va an'anaga aylantirishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Bunday yondashuv esa milliy estradaning kelajakdagi rivoji uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Umrimning oxirigacha mana shu vatanimga xizmat qilishga tayyorman va nima deydi, men uchun bu katta sharaf. Juda katta sharaf. Va albatta mas'uliyat. Endi bu mas'uliyatni ongimdan bilaman. Biz san'atkorlar shunaqa yaxshi kunlarda xizmatda bo'lishga tayyormiz. Xulosa qilib aytganda, bugun yaratilayotgan sharoitlar bu faqat bir san'atkorga hurmat emas, balki butun o'zbek estradasining ertangi kuni uchun sarmoyadir. Chunki haqiqiy san'atkor faqat sahnada emas, balki o'zidan keyin qoladigan maktabi bilan ham buyukdir. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Yangi zamon dasturi uchun maxsus.